muazzam, muhtasham saroyda to'ldirib o'tirgan aziz mehmonlar, Qashqadaryo ahli va mana shu jumlayi jahonda bugun o'ziga xos tantana, o'ziga xos bayram va xursandchilik. Sizlarni mana shu bayram egalarini tabriklash uchun poytaxtdan kelgan mehmonlar sifatida xizmatingizda ekanimizdan mamnunmiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar, janoblar, azizlar, qadrdonlar, orzu-havasli, keng fe'lli xonadon sohiblari. Assalomu alaykum, uzoq va yaqindan o'zlarining eng go'zal va samimiy tilaklari bilan bugungi oqshomga jam bo'lgan umri azizlar. Sizlar bilan bugungi unutilmas, betakror oqshomda diydor ko'rishib turganimizdan bag'oyatda shodmiz. Barchangizga kamoli ehtirom ila xush kelibsiz deyishga ijozat bergaysiz. Dilafzor, siz ham xush kelibsiz poytaxtdan. Mana shu manzilda ayni paytda o'zining bayramini, tantanasini, xursandchiligini nishonlayotgan alohida ismlarni bugun yod etmasak bo'lmaydi, to'g'rimi? Qo'limizga tutkazilgan ro'yxatlarga ko'ra bugun o'zining sunnat to'yini nishonlayotgan ukalarimiz Abdulhamid va Muhammad Yusuf, ularning ota-onalari va yaqinlarini ushbu kun bilan muborakbod etamiz. Har bir ota-ona farzand dunyoga keltirganda unga ism qo'yishdan tashqari dunyoga kelmasidan avval ham deylik, yaxshi niyatlarini qiladi, tilaklarini farzandi bilan bog'laydi, kelajakda baxtu kamolini ko'ray deb duo qiladi yoshi kattalar va ezgu tilaklarning ijobati mana shunday chiroyli onlarda yana bir bor ko'zimizga ko'rinadi. Shunday ekan, guldiroz qarsaklar bilan to'y bolalarini tabriklab qo'yish o'rinli bo'ladi. Marhamat. Marhamat, qarsaklarini balandroq taqdim etamiz, zero xonadon sohiblariga hurmat va ehtirom belgisidir bu. Tashakkur izhor etamiz. Aziz mehmonlar, qadrdonlar, mana shu hayajonli daqiqalarda bu to'yni ancha yillar avval hali bugungi kichik shahzodalarimizni tug'ilgan onlaridan yaxshi niyatlar qilib kutib, bugun esa ularning ro'yobini ko'rayotgan hurmatli xonadon sohiblarini, ya'ni Abdulhamidni ota-onalari, Muhammad Amin aka, Munisa opamizni, Muhammad Yusufni ota-onalari, Murodilla aka hamda Dilfuzaxon opamizni barcha qadrdon mehmonlarimiz nomidan chin qalbimizdan samimiy muborakbod etamiz. Qolaversa, aziz mehmonlar, xonimlar, janoblar, bu oqshomdagi laziz bir muhit siz muhtaram mehmonlarimiz uchun, barisi sizlar uchundir. Go'zal musiqiy chiqishlar va bayramona tuzilgan dasturxonlardan bemalol bahramand bo'ling. Jannatmonand yurtimizning aziz va totli ne'matlari bilan to'ldirilgan to'kin dasturxonlar sizlar uchun. Xonadon sohiblari ham ushbu dasturxondan aynan shu maqsadda yozganlar. Keling endi esa, hurmatli mehmonlar, ayni daqiqalarda ijozatingiz bilan oqshomni badiiy qismini ham ochiq deya e'lon qilsak, siz bunga nima deysiz? Albatta qarshi emasman, chunki Qashqadaryo ahlining ichida olov qaynaydi, ular bir joyda tek o'tira olmaydilar va mana shunday bayramlarni ko'tarinki kayfiyatda nishonlash ularning qon-qoniga singgan. Va shu o'rinda juda ko'pchilik e'tirof etadigan yana bir gapni aytib qo'yish o'rinli bo'ladi. Men to'yni nishonlayotgan oilalarni shaxsan taniyman. Ular bilan bir necha yildan buyon ishlab kelamiz. Kecha 43 nafar kam ta'minlangan oilalarning farzandlariga mana shu oilalar boshchiligida sunnat to'ylari o'tkazildi. U yerda ham o'zimiz ishtirok etdik. Undan tashqari turli xayriya tadbirlarini tashkil etishda ularning faolligiga ko'z tegmasin deymiz. Mana shunday yaxshi insonlar safi keng bo'lsin va ayni payt davraga poytaxtdan mehmonlarni, mezbonlarni tabriklash uchun tashrif buyurgan san'at